Samsungning umuman Android ishlatadiganlarga vizit tashlaymiz. Qaranglar. Bu iPhone kiramiz. Qarang. Mana qilamiz. Ko'rasizmi? Shu yerda o'zidan vizit. Nima deyapti? iPhone undoq deydiganlar bor-ku. Mana shu videoni o'sha yerga tashab qo'yinglar, kelaverasizlar. Bitta akamiz Androidchilar uchun vizit tashatdilar. Shu usul Androidda ham bo'ladimi-yo'qmi, hozir shuni ko'rsatib o'taman. Xo'p, birinchi navbatda qog'ozga yozib olamiz raqamni. Raqamni yozib olgandan keyin mana qo'limdagi telefonim Redmi Note 14 Android telefon. Mana fotoga kiryapman, rasmga kiryapman. Ustiga bosganimizdan so'ng mana bu kameracha ustiga bosamiz. Ustiga bosganimizdan so'ng mana pustkni ustiga bitta bosamiz. Mana nomer oq bo'lib turibdi. Oq bo'lib turgan joyga bitta bosamiz, bo'ldi. Keyin позвонить qilamiz. Mana nomer. Bo'ldi. Telefon qilaverasiz Liboyaga. Ana shunaqa bemalol Androidda ham shunaqa telefon qilsangiz bo'ladi. Xavotir olmang.